hamma narsani to'g'ri kelgan narsani hisobga keltirmaslik kerak edi. Mayli bolalardan qoldim, olib qo'yinglar. Zavtrak qilib bo'lgan bo'lsanglar, obedda yeyverarsizlar. Yo, obed qilib bo'lgan bo'lsanglar, ujinda yeyverarsizlar. Lekin to'g'ri kelgan payt, qo'lingizga tushgan payt yeyish mumkin emas. Voy, bechora u insulin qonga ajralaveradi. Sizlar har bir yeganingizda insulin ajraladi, natijada nima bo'ladi? Natijada insulin sezgirligi pasayishni boshlaydi. Qarochi, bizning tanamiz shunaqa tuzilganki, siz bittagina ushoq yesangiz, mana bittagina kichkina ushoq, u tomog'imdan o'tmadi-ku deyishingiz mumkin. Tomog'imdan o'tib oshqozongacha yetib bormadi-ku deyishingiz mumkin, lekin aslida aynan mana shu kichkinagina ushoq ham sizda insulin ajralishiga sabab bo'ladi. Sababi, mana og'iz bo'shlig'iga tushgandan keyin og'iz bo'shlig'ida retseptorlar bor. Retseptor miyaga xabar beradi, mana ovqat yeyapti deydi. Ovqat sirasi insulin miya sirasi keyin insulin ajratadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, sizlar u ovqatni yutasizlarmi yo prosta shimib, chaynab shimib tashlaysizlarmi?